Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Qo'qonda joylashgan svarka apparatlari do'konimizga argon svarishni apparatlarimizdan yetib keldi. Bugungi video obzorimizda shu argon svarka apparatlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Impuls brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan TIK 250 modellik argon svarishni apparatlarimiz 220 volt tokka ishlashga mo'ljallangan. Apparatlarimiz yordamida nerjiveka, qora metal, mis, chugun, alumin, oltingacha bemalol ishlov berib foydalansalaring bo'laveradi. Apparatlarimizning narxiga keladigan bo'lsak, $550 dan 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalari bilan qilib beryapmiz. Apparatlarimizning ishlash jarayonlarini ko'rishlaring mumkin. Xuddi shunaqa holatlarda bemalol amperajlarini, volt toklarini legirovka qilib foydalansalaring bo'laveradi. Apparatlarimiz 220 volt tokka ishlaydi. O'zini komplektidan nimalari chiqadi degan akalarimiz uchun komplektidan argon derjaklari chiqadi, ko'rishlaring mumkin. O'zini massa kabellari hamda nasatkalari, garantiya talonlari chiqadi. Impuls brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan svarishni apparatlarimizga 1 yilgacha garantiya beriladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. Kelib olib ketaman degan akalarimiz uchun manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlari do'koni bo'ladi. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat.